maktab va matbuot mavzusi davom etadi. Assalomu alaykum azizlar. Qarshingizda jurnalist, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi Rajabboy Raupov. Istaysizmi, yo'qmi, ba'zan xalq maqollaridan foydalanishga to'g'ri keladi. Xabaringiz bor, 4-5 kun avval Ostonova qutuldimi yo tutildimi nomli chiqishda Shofirkon tumanidagi birinchi umumiy o'rta maktab direktori Shahzoda Ostonovaning g'aroyib ish faoliyatidan bir shingil havola etilgan edi. Ba'zi muxlislar e'tiroz bildirib, O'zbekistonga o'zboshimcha shovqin suron bilan yoniga hech kimni yo'latmaydigan, hammani poraxo'rga chiqaradigan, shallaqilikni qurolga aylantirgan bunday maktab direktorining barcha qilmishlarini nega birato'la ochib tashlamaysiz? Juda qisqa lahzalarda, qisqa lavhalarda shoshilmay, sekin aytayapsiz. Biz voqealar yakunini, rivojini tezroq bilishni istaymiz. To'g'risi, Shahzoda Ostonovadek direktorlarning bemalol faoliyat yuritishi, jamiyat va uning ustidan kulish, oshkora kulish, prezident yuritayotgan siyosatga xiyonatdan boshqa narsa emas. Bunday munosabatdan xursandman albatta. Chunki muxlislar maktab mavzusiga befarq emas. Men keyingi chiqishlarimda imkon qadar direktor xonim haqidagi dalillarni to'laroq bayon etishga va uning